Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Arab harflarini o'rganish bo'yicha darslarimizni davom ettiramiz. Bugun inshaalloh 3-darsimiz. Harflarni o'rganayotgan edik. Inshaalloh bugun tugatamiz va keyingi kitobimizdan darslarimizni davom ettiramiz inshaalloh. Ayn harfiga kelgan ekanmiz. Demak, bugun o'rganadigan birinchi harfimiz ayn harfi ekan. Demak, ko'rib turganingiz uni alohida holati. Xo'p, deylik, yozuvda chiziq bo'lsa, mana bu shaklda yoziladi. Xo'p, mana ko'rib turganingiz, demak, mana shu qorinchasini tashlab yuborsak, yana o'rganib ham qoldinglar o'zi ancha ko'rinishlariga, harflarni qanaqa nima qilishiga. Demak, mana qorinchasini tashlab, o'zidan keyingi harfga, masalan, vovga bog'lanib ketyapti mana. Va so'z o'rtasida kelganda mana bu yerda qanaqadir, masalan, biz o'tgan harflardan ha kelsa, masalan, ha kelib turib, mana aynga bog'lansa, undan keyin masalan v kelsa, misol uchun. Xo'p, mana shu shaklda, mana o'rtada mana bunaqa shaklda bo'ladi. Xo'p, endi oxirida kelishi xuddi mana bu ko'rinishiga qorincha qo'shib qo'yamiz. Mana bu keldi. Mana bu shaklda. Ham dumaloqchasini endi mana bunaqa chiroyliroq dumaloq qilamiz-da. Xo'p, bundoq kelib mana bu shaklda bo'ladi mana. Aynimiz mana. Mana qarang, ichi bo'yalgan. Bu ichi bo'yalganda endi yozuvda ichini bo'yashga vaqt ketadi, ichini bo'yamaysiz. Ha, mana nimada mushaflarda ko'rganingiz shu ichi bo'yalgandan tanib olsangiz bo'ladi. Ha, bu demak ayn harfi edi. Endi buni o'rtog'i bor. Xo'p, o'rtog'imiz demak g'oyn harfi. Ko'rinishi xuddi shunaqa. Faqat o'sha bizda demak arab harflarimiz ko'rinishi bir xil bo'lgan harflarimiz odatda nuqtalar bilan bir-biridan farq qiladi. Xuddi shu shaklda demak faqat nuqtasi bor. Ayn nuqtaligi g'oyn. Ayn nuqtaligi g'oyn. Ayn nuqtaligi g'oyn. Xo'p, so'z oxirida kelganda ayn nuqtaligi g'oyn. Xo'p, mana demak bu g'oyn harfimiz edi. Xo'p, endi ushbu ikki harfni mushafdan qidirib ko'ramiz. Bismillah. Xo'p, mana demak Naziat surasini ochdik. Demak, mana ko'rib turganingiz mana ayn. Zadan keyin mana ayn. Demak, so'zni boshida kelishi. Mana g'oyinni so'zni boshida kelishi xuddi aynga o'xshaydi. Demak, nuqtachasi bor. Xo'p, yana xo'p, mana bu yerda so'zni o'rtasida kelishi, aytganda ichi bo'yalgandan tanib olsangiz bo'ladi. Ayn nuqtasi yo'qligi. Mana bu ham demak mana ayn kelgan. Mana so'zni o'rtasida. Xo'p, bu yerda ham so'z oxirida ko'ryapti. Xo'p, shu shaklda demak bo'ladi. Qani Falaq surasiga ham tushib ko'raylikchi. Xo'p, suramizda ertalab ko'rgan Fotiha surasida ham demak mana o'qiganingizda alhamdulillahi robbil alamin deysiz. Mana shu ayni aynni aytasiz. Mana ayn alamin. Hop, iyyaka na'budu ayn o'rtadagi na'budu va iyyaka mana nasta'in deb mana o'rtada kelishi. Hop, an'amta mana ayn. Mana alayhim da mana ayn bilan boshlangan. Mana g'oyirildek mana g'o. Mana mag'g'an o'rtada kelishi. Mana alayhim mana yana. Buni demak mana e'tibor bering. Qarang, Fotiha surasida qancha ayn kelyapti. Siz bu aynni mahrajini chiroyli chiqarishga, to'g'ri chiqarishga harakat qilishingiz kerak. Chunki siz Fotiha surasida namoz o'qiysiz. To'g'ri o'qishingiz uchun, mahrajni chiroyli chiqarishingiz uchun aynni yaxshilab o'rganib olishingiz kerak. Xo'p. Keyingi harfga o'tamiz. Fa harfimiz. Xo'p, bu harfimiz ham demak ko'rinishi ko'rib turganingizdek juda ham sodda. Xo'p, demak bu shaklda yoziladi. Fa mana. Mana kemachaga o'xshaydi-da. Mana xuddi mana bu T'larimiz bor-da. Shunga faqat burchaga bundoq qilib nuqta qo'yilgan tepasiga. Xo'p, demak fa harfi so'z demak boshida kelganda, xuddi mana qaranglar.
mana bundoq kelganda b bo'ladi-yu. Shundoq qilib qo'yamiz. F bo'ladi. F. Hop, mana so'z boshida, so'z o'rtasida, mana so'z o'rtasida, so'z oxirida xuddi so'z boshidagiga o'xshagan, alohida ko'rinishdagi o'xshagan, faqat bu yoqqa qo'llab qo'yamiz. Hop, juda ham sodda inshaalloh. Hop. Keyingisi hop, q harfi. Q harfimiz f harfimizdan biroz farq qiladi. Hop, f harfimiz mamdo yozilgan bo'lsa, chiziq ustida. Qof harfimiz chiziqdan biroz tushadi. Qaytib chiqadi mana. Tushunarli? Bu f, bu qof. O'z nuqtalaridan ham farq qiladi. Ko'rinishda ham adashtirib yubormaylik inshaalloh. Hop, so'z boshiga kelganda so'z tepasida, mana chiziq tepasida qoladi mana qof. Hop, so'z o'rtasida ham xuddi shunaqa. Mana. Hop, so'z oxirida yana boyagi so'z alohida ko'rinishiga o'xshab shaklda bo'ladi. Hop. Endi bu ikkalasini ham mushafdan ko'rib nima qilamiz inshaalloh. Hop. Bismillah. Hop. Qarasak mana Naziat suramizni oxirida mana q harfini so'z boshida kelishi ko'rsatilgan ekan. Mana ikkita, undan keyin alif ko'langan. Ko'rayotgan bo'lsangiz. Hop. Va mana bitta f harfi xuddi shunaqa boshida kelishi. Mana q harfimiz o'rtada kelishi. Mana q harfimiz so'z boshida emas, mana o'rtada kelib, keyin alifga ulanib ketyapti mana. O'rtada kelib alifga ulanib ketyapti. Fa'ni yana boshida kelishi. Hop. Mana fa'ni so'zda oxirida kelishi. So'z oxiridagi ko'rinishi mana. Jimdan keyin bunday fa bo'lib tugyapti. Mana qarang. Mana fa'ni o'rtada kelishi. Mana jimdan keyin fa ulanib, keyin undan keyin yana harf borligi uchun qo'l chiqarib ketyapti. Hop. Mana fa yana. Mana q harfimiz. Hop. Mana yana fa harfimiz o'rtada kelishi va hokazo. Shu kabi ketadi. Hop. Keyingi harfga o'tamiz inshaalloh. Hop, mana endi k harfimizga keldik. Harfimizning nomi k. Hop. Bu harfimizda endi chizilishi qanaqa bo'ladi? Bu ham demak chiziqning tepasida qoladi. Mana bu shaklda. Mana bu shaklda yoziladi. Mana k harfimiz. Hop, demak bu mana bu belgisida adashtirib qo'ymaysizlar. Ba'zilar ham deb qo'yadi. Hamza yoki ayn kallachasi qilib qo'yadi. Unaqa emas. Qarang, belgisi sal boshqacha. Hop. Demak, so'z o'rtasiga kelganda bu shaklda keladi. Bu shaklda kelib, masalan, bundan keyin nima o'tdik? Hozir ayn o'tdik. Masalan, ayn kelsa, mana bundoq bo'lib tugaydi-da. Mana bu. Mana so'z boshidagisi. Masalan. Hop. So'z o'rtasida xuddi shu shaklda keladi. Mana bu yoqdan bundoq ulab olasiz. Boshiga masalan boy o'tgan harflarimizdan nima f ni ulab olsak, masalan mana f k a bo'ldi masalan. Hop, demak so'z o'rtasida ham shu. Shunday chiqqan mana shu tayoqchasidan tanib olasiz buni. Hop, so'z oxirida kelishi xuddi shunga mana bu bosh alohida ko'rinishiga o'xshaydi. Qarang, mana shu yerda ulab qo'yasiz bo'ldi. Hop, demak tushunarli. Hop, inshaalloh tushunarli. Mana keyingi harfimizni ham ko'rib olamiz birato'lasi. Lam harfi. Hop, bu harfimiz men pastroq qilib tursa bo'ladimikan? Bo'lar ekan. Hop, lam harfimiz. Bu harfimiz mana alifdan ajratib olishda eng oson yo'li, demak, alohida turganda chiziqni pastiga tushadi. Alohida turganda demak ajratib olaverasiz mana. Xunuk bo'lib ketdi. Hop, mana alohida turganda ajratib olasiz. Hop, so'z boshida kelganda qarang, o'zidan keyingiga qo'l beradi. O'zidan keyingiga qo'l beradi. Alif o'zidan keyingiga qo'l bermasdi. Bu o'zidan keyingiga qo'l beradi. Shuni ajratadi. So'z o'rtasida kelganda ham alif bamdo bo'lardi. Bu yoqqa bermasdi. Lam bu yoqqa ham beradi. Shuni ajratib olasiz mana tayoqchani. Tushunarli? Hop, bu yerda oxirida kelishi ham xuddi aytgandek, alif bunday tugardi. Bu mana bundoq qilib mana bu dumchasi bilan tugaydi. Xuddi alohida ko'rinishga o'xshab.
Endi bu harfimizni boshqa bir harflar bilan ulanganda qolgan harflar qanday ulansa ham so'z o'rtasida kelsa shunday kelaveradi yoki so'z boshida kelsa shunday kelaveradida. Faqat alif bilan ozgina mulohazali joyi bor. Hop, buni mana ko'rib ketamiz. Mana alif bilan ulangandagi joyi. Hop, o'zi biz aytdik, lam mana lam chiziqda bo'lsa so'z boshida bunday keladi dedik, to'g'rimi? Undan keyin alif kelsa bunday bo'lishi kerak edi. Yo'q. Illo alif bilan bunaqa ulanmaydi. Masalan, f bilan ulansa shunaqa ulanadi. Mana f bilan ulansa masalan yoki mana ayn bilan ulansa shunaqa ulanadi. Masalan, yoki yana nima o'tdik? Hozir bundan oldin nima o'tdik? Ka o'tdik. Ka bilan ulansa ham xuddi shunaqa ulanadi. Masalan, kadan keyin masalan m kelsa, ayn kelsa, misol mana lam, mana ka, mana ayn. Masalan, xuddi shunaqa. Lekin alif bilan bunaqa emas. Bu xato alif bilan. Alif bilan qanday ulanadi desa, mana ko'rsatib qo'ygan. Demak, alif bilan mana bunaqa shaklda yoki mana bunaqa shaklda ulanadi. Or degan yoki masalan bunaqa yo bunaqa. Demak, siz mushafda buni yo bunaqa holatda yo bunaqa holatda ko'rar ekansiz. Shu ikkita holat. Yo bu holat, yo bu holat. Shu ikki holat. Endi demak, mana alif bilan lamni ulanishi bu. Lam alif deyshadi. Demak, mana bu ladan keyin kelgan mana bu nima ekan? Alif ekan. Tushunarli? Mana shu yerda bitta alif bor deb nima qilib eslaydi turadi shu narsa. Xo'p, endi bularni mushafda ko'ramiz. Xo'p. Mana lam harfi mana L. Undan keyin kelgan ham L. L ikkita L yonma-yon kelyapti. Mana bunaqa bo'lib. L o'zidan keyingi L ga qo'l berib, keyingi L o'zidan keyingi harfga qo'l beryapti. Ko'ryapsizmi? Mana. Xo'p. Keyin mana K harfimiz. Mana. Ko'ryapsizmi? Ikkita vovni o'rtasida. Demak, mana bu ko'rinyaptimi o'zi? Xo'p. Vov kelyapti. Mana buni sal suraylik beriroqqa. Ha, mana. Bitta yozib ko'rsatamiz. Demak, vov keldi, vov o'zidan keyingi qo'l bermaydi. Shuning uchun K boshda kelish holatida kelyapti va vovga ulanyapti. Mana buni holatda bo'lyapti. Mana. Qarasangiz. Xo'p. Bu yerda ham shu. O'zidan keyin mana alifga ulanyapti. Xo'p. Mana yana lam, mana lam alif. Sizlar bilan boya tanishganimiz. Lam alif mana. Mana lam, mana alif. Mana shu ikkalasi birga kelyapti mana. Mana yana lam. Mana ka. Mana lam alif. Mana ka. Va hokazo. Shu tartibda sizlar ham qarab mushafdan mana lam ekan, mana kaf ekanni bilib qo'yasizlar inshaalloh. Xo'p, mana bitta e'tibor beraylik bitta. Mana bitta mana. Mana lam. O'zidan keyin alifcha kelgan. Keyin ka kelgan. Xo'p, menimcha bo'ladi inshaalloh. Xo'p, keyingi harfga o'tamiz. Xo'p, bismillah, keyingi harfimiz mim harfimiz. Mana demak, juda ham bu ham ko'p keladigan harflarimizdan qarab qolsak mana. Demak, so'z o'zi alohida turganda mana bu shaklda bo'lar ekan. Xo'p, so'z boshida mana bundan boshlanib ketaveradi. O'zidan keyin masalan ayn kelsa, mana aynga bundan ulanadi. Xo'p. Xo'p, keyingi so'z o'rtasida kelganda, mana ko'ryapsiz. Xo'p, men yozib shunaqa yozaman. Mana. Masalan, nimadir yozayotgan bo'lsam, masalan, Usman deb yozsam, mana ayn, u, f, ma, mana man, mana. Mana. Usman bo'ldi mana. Mana bitta ma mana shu. Tushundingizmi? Xo'p. Va oxirida mim kelishi mana. Mim oxirida kelishi. Xo'p. Endi buni talaffuzda o'rtog'i bor. Yaqinlashib ketadi bir-biriga. Nun harfi. Xo'p, buni ham tanib olamiz inshaalloh. Demak, chiziqdan tushadi. Mana alohida ko'rinishi. So'z boshida kelganda xuddiki b bor edi-ku, so'z bunaqa. Bu b edi. Shuni tepasiga nuqta qo'ysak nun bo'ladi. Chalkashtirib olmaymiz. Ko'pchilik adashib ketadi. Demak, tepasiga nuqta qo'ysa nima bo'lar ekan? Nun bo'lar ekan. O'rtada ham shunaqa. O'rtada kelgan tepasiga nuqta qo'yilgan bo'lsa,
nun bo'ladi. Pastiga nuqta qo'yilgan bo'lsa b bo'ladi. Ko'pchilik nunni v bilan ham adashtirib oladi. V da mana bunaqa edi. V mana bunaqa bo'lsa v bo'lardi. Eslab qolamiz, bu v harfimiz o'zidan keyingi chuchuk vimiz qo'l bermaydi. Nun qo'l beradi. Buni ham tepasida bitta nuqtasi bor, nunni ham tepasida bitta nuqtasi bor. Adashtirib olmaysizlar. Demak, bu o'zidan keyingiga qo'l bermas ekan. Chuchuk vimiz nun o'zidan keyingiga qo'l beradi. Shuning uchun mana tepasida nuqtasi bor bo'lgandan keyin qaraysiz. Yonidan bog'langanmi, bog'lanmaganmi? Bog'lanmagan bo'lsa nun bo'lishi mumkin. Endi mana bunaqa tugasa, adashtirib olmaysiz inshaalloh. Mana bundoq qilib so'z oxiri tugaganda adashtirib olmaysiz inshaalloh. Xo'p. Endi bu ikkala harfni ham mushafdan ko'rsak, yana ikkita harfimiz qoladi inshaalloh. Xo'p. Demak, mana so'zni boshida vav harf keldi, undan keyin mana lom va mana bitta qiziq qilib olaylik. Mana nun harfi keldi. Mana qarang. Nun o'zidan keyinga qo'l beryapti. Xo'p, mana bu yerda ham mana nun harfi keldi. Mana kichkina bo'lib qarang, tepasida nuqtasi bor. E'tibor berasiz mana shu narsalarga. Mana nun so'z boshida keldi. Mana e'tibor berasiz. Mana. Xo'p, yana mim o'tganligi. Xo'p. Mana mim. Mana so'z o'rtasida kelishi. Mana mim so'zi boshida kelishi. Mana mim alohida ko'rinishi. Qarang. Hammasi bor ekan, alhamdulillah. Xo'p. Shu tartibda, demak. Yana pastroqqa tushaylikchi. Mana mim yana. Xo'p. Mana nunni alohida ko'rinishi. Mana nunni so'zi boshida ko'rinishi. Mana nun yana. Va hokazo. Mana mim o'rtada ko'rinishi. Va hokazo. Demak, shu tartibda nima qilgan? Mana mimni oxirida kelishini ham ko'rib qo'yaylik bitta. Qanday mana? Mana bu holat. Mana so'zni oxirida kelishi qarang. Mana bo'lib tugadi. Hop, mana. Demak, shunaqa tartibda bo'ladi. Va oxirgi ikkita harfimizni ham ko'rinishni o'rganib olsak, shu bilan inshaalloh bugungi darsimizni tugatamiz. Xo'p, demak, yana bir harfimiz bu ha harfimiz. Ha yumshoq. Biz sizlar bilan ikkita ha ni o'tdik. Ha o'rtacha ha bilan xo ni o'tdik va hali o'tmaganmiz, keyinroq o'tamiz degandik. Eng yumshoq ha mana ha deb chiqarib yuborasiz havoni dedim-ku, ana o'sha ha-miz. Qarang, tomchicha. Mana shu demak alohida ko'rinishi. So'z boshiga kelganda mana bu shaklda keladi. So'z o'rtasida hop mana bu shaklda keladi. Mana hop bunday qilsa ham bo'ladi. Chiroyliroq bo'ladi mana. Xato. Chiroyliroq bo'ladi. Hop va so'z oxirida mana bu shaklda tugaydi. Alloh lafzida ham mana shu h ishlatilgan. Alloh bo'lsa mana eshitdi, mana shu h mana. Tushundingizmi mana shu h kelgan. Xo'p, endi bu yerda ba'zi mulohazalar bor. Xo'p, mana shu h ni ustiga ikkita nuqta qo'yib qo'yilsa, bunday qilib ta marbutaga aylanadi. Bu ta marbutaga aylangandan keyin qanaqa bo'ladi desangiz, hop, buni tajvidda biz o'tamiz inshaalloh. Bunga kelib agar siz vaqf qiladigan bo'lsangiz, h qilib o'qiysiz. Mana bunaqa h qilib, yumshoq h qilib. Masalan, Qoriya surasida qarasangiz, oxirida mana shu nima bilan al-qori'a bo'lib tugagan, mana shu qori'atu bo'lib tugagan. Agar siz o'qib ketsangiz, al-qori'atu qilib buni t mana bu o'tdi-ku, t mana bu t. Tepasida naqasi bor, oddiy t. Shu oddiy t qilib o'qiysiz. Al-qori'atu qilib. Agar to'xtamoqchi bo'lsangiz, o'sha oyatda al-qori'a deb to'xtamoqchi bo'lsangiz, al-qori'a deb turib, mana bunaqa h qilib o'qiysiz. Buni yana o'tamiz inshaalloh qoidasini tamarbuta bilan. Xuma bilib olishingiz, mana shunaqa ikkita nuqtada kelsa nima deb adashtirmasangiz, demak tamarbuta ekansiz. Yozib qo'yamiz aka. Bu ta deb o'qib ketaverasiz agar o'qisangiz. Tushunyapsizmi? O'qiganingizda ta deb buni ustida harakatlari qanaqadir bo'lsa, siz bu harfdan o'tsangiz, o'qib ketaverasiz inshaalloh. Xo'p, keyingi harfimiz ya harfimiz. Bu inshaalloh mana bundoq qilib yoziladi. Xo'p. So'z boshiga kelganda xuddi b, t, f larimiz bordi, shunga o'xshagan. Bitta nuqta qo'ysa b bo'lardi, shunga ikkita nuqta qo'ysa y bo'ladi. Qarang, y. O'rtada ham kelishi xuddi shunaqa.
ikkita nuqta qo'yib qo'ysa y bo'ladi. Chalkashtira olmaysiz. Oxirida kelishi ma'lum. Mana shu yerda bu yoq ulangan bo'lsa, demak oxirida kelishi bo'ladi mana. Xo'p, yana bitta harfimiz qolibdi. U bilan ham tanishib olamiz. Bu harfimiz hamza. Xo'p, hamza haqida xo'p, ozgina mulohazali joylari bor. Yaxshilab tushunib olasizlar. Keyin o'tgan uchala harfimizni mushafdan ko'rib darsda yakunlaymiz. Hamza. Bu hamza. Xo'p, mana bu alif edi. Siz bilan o'tgandik buni. Alif. Xo'p, bu hamza. Xo'p, bu mana ustida qanaqadir harakatli kelganda o'qiladi. O'zini tovushi qanaqasi bizadan u tutuq belgisida chiqaramiz-u. Masalan, yo'q, tutuq belgisida ba'zida aynni chiqaramiz. Mana mu'minunada, ha? Shunda degan tovushni beradi o'zi bu. Tepasida qanaqadir harakat bo'lmasa, o'zi sukunli holati degan tovushni beradi. Xo'p. Mana shu harf, bu hamza deyiladi. Bu o'zi nima deydi? Mana bu holatda emas, ba'zida mana alif ustida keladi. O'shunda mana biz ko'ramiz, alif ustida kelganda, demak, bu alifni o'qimaymiz biz, bu hamza bo'lib turgan bo'ladi endi. Hamza, masalan, ustida hamzani ustida mana masalan harakat, bugun harakatlarni ham mana o'tib o'raylik inshaalloh. Mana harakat 3 xil bo'ladi bularda, arablarda. Mana bu fatha deyiladi, bu kasra deyiladi, bu domma deyiladi. Xo'p. Fatha nima desiz? Fatha fataha ochishdan kelib chiqib og'zingizni ochib deysiz mana. Og'zingizni ochib ovoz chiqarasiz. Arablarning harflari ajoyibligi shundaki, ularni alifbosida, mana bizning alifbomiz bor. Alifbomizda nechta unli bor? 6 ta unli bor. Arablarning alifbosida birorta unli yo'q. Qarang. Alifbosi alifbo tarkibida birorta unli bo'lmagan yagona alifboda ularniki. Unlilari yo'q. Lekin ishlatamizku, mana Alloh duomiz va boshqa nimalarda unli harflarni ishlatamizku. U qanaqa bo'ladi desa, ular unlilarni harakatlar bilan belgilashadi. Harakatlar bilan. Tushunarlimi? Harakatlar bilan unli belgilashadi. Alifbodagi harflarida tarkibida unli yo'q. Xo'p, mana bu hamza harfi bo'lsa, buni tepasidagi harakat, mana bularda demak, bizda unlilar o'zi a, i, u, e, o, omi, masalan. Xo'p, bularda mana bosh tegisi bor. Mana bular uchalasi yo'q. Tushunarli? Mana bosh tegisi bor. Endi savol bo'lishi mumkin, xo deb o'qiymiz, o bor-ku, masalan, desa, u endi mulohaza ularga keyin inshaalloh to'xtalamiz. Xo'p, demak a mana shu demak bitta harfni ustiga bitta chiziqcha bo'lsa, harfdan keyingi shuni a deb o'qiymiz. Masalan, bu yerda hamzani o'zini tovushi bo'lmagancha buni a deb ketaveramiz. Masalan, shu yerda v bo'lganda, misol, mana bunaqa v bo'lib turib ustida bu bo'lganda va deb o'qirdik. F bo'lib turib ustida bo'lganda, masalan, fa deb o'qirdik. K bo'lib turib masalan ustida bo'lganda ka deb o'qirdik, misol. Tushunarli? Xo'p. I mana shu qaysidir harfni ostida kelgan bir chiziqcha. I mana. Xuddi shunaqa v ni tagida kelganda vi, f ni tagida kelganda fi, m ni tagida kelganda masalan bunday qilib turib mi deb o'qirdik, misol uchun. Va hokazo. K ni tagida kelsa ki va hokazo. U mana shu qarshi tepasidagi vergulga o'xshagan, qarang, 9 ga o'xshaydi. 9 ga o'xshagan bir vergulga o'xshagan bir belgisi. U deb o'qiymiz. Masalan, v ni ustida kelsa vu, fu va hokazo. Ku, mu, qu, Xo'p. Endi hamzani o'zini nima qilganda, o'qiganda unaqa a, u deb o'qimaymiz albatta. U mana a, i, u deb o'qiramiz. Tushunarli? Bu qachon o'zi hech qanaqa ustida harakatsiz bo'lib sukun bo'lganda boyaginaqa ovoz bilan o'qiymiz. Agar uni ustida qanaqadir harakat bo'lsa, harakatni o'qib ketaveramiz. Demak, a, i, u. Mana shu o'qilish mana a, i, u. Tushunarli? Xo'p, endi bu qanaqa, bu bilan buni nima farqi bor desa, bu yerda mana hamzani tagida kelayotgan mana bu alif hamzaga kursi vazifasida kelyapti. Kursi. Stol deydi-ku bizda, kursi. Ha? Shu hamzani ko'tarib turibdi-da. Hamza buni ustiga chiqib olgan. Prosta bu yerda bu harf vazifasida emas, shu nimani kursi vazifasida kelyapti. Uchun buni o'qimaysiz, prosta hamzani o'qib ketasiz. Buni nima deb o'qidik boya? A, i, u deb o'qidikmi? Mana buni ham a, i, u deb o'qiymiz. Xo'p, endi bu yoqda ham mana hamza turibdi. Masalan, mana hamza tepasida fatha turgan bo'lsa, siz buni v, a deb o'qimaysiz. Buni a deb o'qiysiz. Mana tepasini o'qiysiz. Mana hamza bor-ku, alifga mana alifni tagiga oldi-yu, kursi qilib oldi.
xuddi shunaqa mana vovni ham kurs qilib oladi, mana yani ham kurs qilib oladi. Shunaqa odati bor-da bu hamzani. Boshqa harflarda bunaqa narsa yo'q, faqat mana shu hamzada bor. Hamzagina o'ziga mana shu alifda yoki vovlarni kurs qilib oladi. Boshqa harflar unaqa vovda yoki alifda o'ziga kurs qilib olmaydi. Faqat mana shu hamzani tagiga mana alif kiradi. Bu yerda siz alifni o'qimaysiz. Xuddiki alif yo'q. Mana hamzani o'zi endi bo'yi pastlik qilsa ko'tarib turibdi-da, xuddiki. Bu yerda ham vov yo'q. Va hamzani ko'tarib turibdi xuddiki. Bu yerda ya yo'q, hamzani ko'tarib turibdi xuddiki. Tushunarlimi? Masalan, bu yerda i bo'lsa, siz buni yi demaysiz. I deysiz, oddiy i. Tushunarli? Mana masalan a bo'lsa, siz buni ya demaysiz, a deysiz. Tushunarlimi? Mana ham va demaysiz, a deysiz. V yo'q xuddiki. Bu yerda prosta hamzani ko'tarib turibdi. Bu yerda ham prosta hamzani ko'tarib turibdi. Bu yerda ham. Bu endi o'zi kelishi, mana hamzani masalan belgilar orasida kelib qoladi-da. Masalan nimadir yozilib, bunday qilib, ustiga bunday hamza qo'yib qo'yilgan bo'ladi. Mana shu yerda prosta hamzani joyi bu degani. Tushunarli? Buni mana bu so'z boshida kelishi, so'z oxirida kelishi, so'z o'rtasida kelishi degan ko'rinishlari yo'q-da. Ana shu uchun buni mana shunaqa nimaga qo'yib ketamiz. So'z boshida kelsa odatda mana bunaqa alif bilan keladi. So'z o'rtalarida kelsa, o'zidan oldingi harakatga qarab alif yoki vov yoki yani oladi. Yoki mana bunaqa holatda bo'ladi. So'z oxirida kelsa, o'rtalarida kelsa odatda mana bunaqa holatlarda bo'lishi mumkin. Xo'p. Demak, shularni nima mushafdan ko'rsak, inshaalloh shu bilan bugungi darsimiz tugar ekan. Qani bismillah. Ta'ni bu yerga olib kelganim, hammani tushuntirdim. Demak, ta marbudada ta mana bilan bir xil bo'lib qolar ekan. Xo'p. Xo'p, mana qaraymiz. Demak, siz hamzani juda ko'p ko'rasiz mana. So'z boshida kelyapti mana. Demak, bu yerda i deb o'qir ekanmiz. O'rganib oldik o'zi. Xo'p. Mana li masalan harakatlarni ham o'rganib oldik. Xo'p, mana bu ham hamza keldi. Bu yerda demak hech narsani kurs qilmagan. Mana qarang. O'zi kelgan. Xo'p. Mana bu ham hamza kelgan mana. Yana qaysi harfda o'tgandik? Y ni o'tgandik. Mana y mana orada o'tib ketdi mana. O'rtada kelishi y. Yumshoq h ni o'tgandik mana. So'z boshida. Xo'p. Mana y so'z boshida. Mana y so'z o'rtasida. Mana h so'z o'rtasida. Xo'p. Mana hamza. Xo'p. Vov yoki ya hamzaga kurs bo'lib kelgan holat bo'lsa, yana ham mana bu y bor mana o'rtada mana qarang, b, y, n mana. H, m ko'pini o'tdik, alhamdulillah. Mana h so'z oxirida kelishi. Xo'p, y ni so'z oxirida kelishini ham ko'rsak. Xo'p. Mana hamza so'z o'rtasida kelyapti. Mana ta marbutda boyaga aytganimiz. Qarang, ta marbutda. Xo'p. Xo'p. Mana h ni o'zi kelishi alohida. Mana alohida o'zi kelishi. Xo'p. Mana bu mana e'tibor berasizlar nima bor? Hamza bor. Hamza. Shu inshaalloh shu bilan darsimizni yakunlaymiz. Demak, vazifalar, o'sha har doimgi vazifalar. O'tilgan harflarni demak yozasizlar. Daftarga to'g'ri ko'rinishini yozib, konspekt qilib guruhga tashlaysizlar. Ikkinchisi xuddi shunaqa mushafdan qarab, shu harflarning ko'rinishini o'rganasizlar. Keyin kitobni tayyorlab qo'ygan bo'lsanglar, inshaalloh ertadan kitobdan darslarni boshlaymiz. Inshaalloh Alloh taolo o'z manfaatli, foydali qilsin. Subhanakallohumma hamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.